Assalomu alaykum, xayrli kech. Zapisni boshlaganim uchun darsni boshlayveraman. Sizga ya'ni bermoqchi bo'lgan bilimlarni berishni boshlayman. Holbuki zapisni eshitganingizda siz uzoq payt kutib qolmang va kelgan joyingizdan davom ettirib ketaverishingiz uchun. Barcha ishtirokchilar kirib ulgurgunlaricha man sizga dars bermoqchi bo'lgan ya'ni ma'lumotlarimni birinchi qismini boshlayman. Ya'ni biz o'tgan darsimizda, o'tgan galda orzularimizni to'g'ri formulirovka qilish haqida o'tgandik, ya'ni to'g'ri tuzish haqida gaplashgandik, to'g'ri yozish haqida va bu orzularga energiya berish kerakligi haqida gaplashgandik. Endi bilasizmi nimaga inson bir narsaga ahamiyat berishingizni so'rardim. Masalan, nima uchun biz har doim boy bo'lgimiz keladi, nima uchun orzularimizga erishishimiz keladi? Negaki bizda bu tabiiy holat va bu bo'lishi kerak aslida. Va shuning uchun ham biz doimo shu energiyada yuramiz. Ya'ni men sizga aytdimki, biz hammamiz nur yo'lida ketishda davom etmoqdamiz va yaratuvchiga qarab ketyapmiz. Birinchi o'zimiz ichimizdagi yaratuvchiga va yagona yaratuvchiga qarab. Endi shunday ekan, bu paytda bizdagi yaratuvchi geni, ya'ni aniq biladiki, biz har doim sehrokor bo'lganmiz va biz har doim barcha bizga energiya beradigan, bizni quvontiradigan xohishlarimizga oson yengil erishishimiz kerak aslida. Lekin biz har xil karma jarayonlarida, karmический holatlarda biz nima qilamiz? Bu narsani unutib boramiz. Ya'ni, masalan, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bir marta aytasiz, mana orzu qilasiz, yozasiz, chizasiz, energiya berasizda, keyin 10 kun, 15 kundan keyin bu jarayon bosilib qoladi. Siz yozgan paytingiz xuddi o'sha payt tez erishadigandek tuyulasiz, lekin bir necha kun o'tgandan keyin bu so'nib qoladi. So'ngan paytda nima bo'ladi? Yozib oling yaxshilab. Sizni yashashga, orzularingizga erishishga, yaxshi pul topishingizga, sevgida yashashingizga yo'l qo'ymaydigan programma, shu programma ko'tarildimi, bu sizni karmik jarayonlaringiz, ya'ni karmический savollaringiz ko'tarildi degani. Shu paytda sizni qiziqishingiz yo'qoladi, orzularingizga ishonmay qolasiz, pullar kelishi to'xtab qoladi, go'yokida. Ya'ni siz tushunishingiz kerak, bu judayam kerakli bo'lgan, unutishingiz kerak bo'lmagan, yodingizda saqlashingiz kerak bo'lgan qonun qoida. Yozib oling. Bugungi darsimiz videosiz, sababi siz videolarga, ya'ni har xil rasmlarga deylik chalg'imasligingiz uchun. Qarang. Demak, sizni yashashga bo'lgan qiziqishingiz yoki kasalliklar yoki o'zingiz xohlagan hayotda yashashingiz to'xtayaptimi? Mana shu boshlandimi yokida bu sizni karmik jarayonlaringiz boshlandi degani, ya'ni karma vaziyatlari boshlandi degani va karma vaziyatlari bu sizni haqiqiy bo'lishi kerak bo'lgan holatingiz emas. Bu sizni o'tib ketishingiz kerak bo'lgan holat. Ya'ni albatta karma jarayonlari ko'tarilishi kerak va siz bu jarayonlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Endi o'tgan safar men sizga aytdimki, har biringiz orzularingizni yozing va guruhda bo'lishing deb. Hali men sizni guruhda bo'lishganingizni ko'rmadim. Hali bo'lishmadingiz guruhda, sababini men bilmadim, lekin energiyangizni oshirishingiz uchun, energiya obmeni bo'lishi uchun yoki o'zingizdagi energiyani
pikka chiqarishingiz uchun, energiyangiz bilan ishlashingiz uchun albatta siz yozganlaringizni guruhda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va chalg'imagan holda bu bunaqa yozibman, mana bunaqa deb yozibman, manda kamroq yoki unda ko'proq deb emas, hech kim bilan solishtirmagan holda yozib tashlashingiz kerak. Bu sizni aytyapman, bu energiyangizni oshiradi. Keyingi vazifa, kanalda ham buni yozib ogohlantirib qo'yamiz. Kichik natijalaringizni guruhda bo'lishni boshlang. Natijalaringizga ahamiyat berishni boshlang. Kichkina natijalarni bu natija emas deb o'tkazib yubormang. Bu juda muhim bo'lgan holat. Judayam muhim bo'lgan holat. Chunki qarang, yomon kayfiyat chaqiradi, to'g'rimi? Yaxshi kayfiyat chaqiradi. Endi pulsizlik holati pulsizlik chaqiradi. Ahamiyat berganmisiz? Yozing oxirgi postga, anaqa guruhga. Endi tejamkorlik chaqiradi. Bo'lganmi shunaqa holat? Mana siz biror narsani tejamoqchi bo'lasizda, pulingizni, vaqtingizni tejamoqchi bo'lasiz. Tejaganingiz sari vaqtingiz qisqarib ketaveradi. Ya'ni nima bo'ladi o'sha payti? Shoshayotgan paytingiz qo'lingizdan nimadir tushib sinadi yoki yiqilib tushasiz, battar vaqtlar qisqaraveradi. To'g'rimi? Bu degani, bu borliqda agar kimni xabar bo'lsa, zakoni, ya'ni o'zgartirib bo'lmaydigan qonun-qoidalar bor. Va bu narsa zanjir qonuni asosida sizni hayotingizga nima qiladi? Kirib kelaveradi. Ya'ni siz kichik natijalardan boshladingizmi-da ahamiyat berishni. Mana bunaqa bo'ldi. Bunga qanaqa qilib erishdim? deb o'zingizni tahlil qilishni boshlaysizda, mana bunaqa qilib erishuvdim. O'sha narsa hayotingizga ko'payib kiraveradi. Masalan, oddiy sizga judayam oddiy bo'lgan misol aytaman. Men ko'k somsani yaxshi ko'raman-da, unaqa so'qoq somsa deydi-ku, kim bilsa xabar bo'lsa, shuni yaxshi ko'raman. Qishda mana shu bir hafta oldin ekan, bormikan bizada qayerdadir ham issig'ini yeb ko'rish mumkinmikan deb o'yladim va o'sha zahoti esimdan chiqdi-da bu narsa. Va keyin hech ham kutmagan joyimda umuman bu joyda somsa umuman boshqa ish uchun borgandim o'zi va shu joyda issiq haqiqatan ham xuddi o'sha tog'nikiga o'xshatib ko'k somsalar yopilganda va shunaqa men maza qilib yedimda, shunda o'yladim. Demak, bilanda yana shu narsalar, tushunyapsizmi? Biz ishonmay qo'yamiz-ku, esimizdan chiqaramiz, natijalar haqida esimizdan chiqaramiz. Ya'ni biz o'ylaymiz, biz qilmayapmiz u narsani. Bizni energiyamiz buni tortmayapti, o'zidan o'zi bo'lib qoldi deymiz, lekin hech ham o'zidan o'zi bo'lmaydi, o'rtoqlar. O'sha uchun xoh qanaqa bo'lsin, kichkina, katta, yoqimli, yoqimsiz bo'lsin, albatta buni siz yozishingiz kerak bo'ladi. Bunga ahamiyat qaratishingiz kerak bo'ladi. Chunki nega? Sababini tushuntiraman. Masalan, siz 1,5 kilolik toshni deylik, qo'lingiz bemalol ko'taradi. Lekin 2 kiloni ko'tarishga qiynalishingiz mumkin. 2 kiloni qiynalmasdan ko'tarish uchun bu 500 gram, 600 gramlik toshlarni masalan mashq qilishingiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab siz tushuningda bir materialga qaraganda, ya'ni material deganda moddiyatga qaraganda qarang ongingizga, holbuki u ko'rinmasa ham sizga-da. Shunaqa qarang, ongingizga mashq kerak. Ya'ni mashq deganda men trenajyorga o'xshagan narsani aytyapman-da. Takrorlash, ahamiyat berish, energiyasiga vibratsiyasini ko'tarish, kengayishni nazarda tutyapman. Ya'ni siz kichkina narsalarga ahamiyat berishni boshlasangiz, sizni ongingizda ko'nikma hosil bo'ladi va
kichkina natija olib keldimi, demak katta natijani olib kelishga ham ishonib boraveradida. Qarang. Bitta misol keltiraman yana. Shunaqa odamlar ko'rganmisiz hayotingizda? Bir marta masalan zo'r bo'lganda hayoti, keyin umuman yaxshi bo'lmagan, tashqaridan qaraganda ham. Bir marta juda ham baxtli ko'ringanda, keyin umuman baxtini ko'rmay qolgansiz yoki bir marta juda ham boy bo'lib ketganda, keyin birdaniga pasayib ketgan. Bormi shunaqa? Ko'rganmisiz? Ko'rgan bo'lsangiz, serdichka yuborib yuboring guruhga. Mikrofoningizni ochmaganim uchun obmenni his qilib turing. Ko'rganmisiz shunaqa holatni? Ya'ni juda ham kimnidir ko'rasiz, baxtli ko'rinadi yoki puli ko'p ko'rinadi yoki chiroyli uylarda yashaydi, keyin qanchadir paytdan keyin u narsani ko'rmagansiz. Endi qarang, shunaqa paytda nima sodir bo'ladi? Hozir aytaman. Bunaqa paytda ong biror bir natijaga erishgan paytida u natijani o'zi sodir qilayotganligiga qo'rqib ketadi. Bu bitta taraf. Men bunga loyiq emasman deb o'ylaydi. Va birdaniga u potokni yopadi. Men o'zimni coachdagi tajribamdan aytib beraman-da, qarang. Bitta ishtirokchi bilan pulga ishlashni boshladik-da va juda ham pul zaril deb anaqa aytib keldi va kuchli praktika berdim-da u insonga. Sonini, necha marta aytish kerakligini deylik-da, nimadan keyin nimalar qilish kerakligini hammasini etapma-etap o'tdim-da. Darslarni birinchi konsultatsiya emasida, coach deydilar. Bunaqa klientlarim ko'p bo'lgan, bittasi esimda qoldi-da. Va bir haftadan keyin, masalan, bugun ko'rgan bo'lsak, bir haftadan keyin yana bitta coach belgilanganda, shu payti keldilarda, yo'q, u payt emas ekan, telefonda 3 kundan keyin telefon qilib menga Zulfiya, aytgan narsalaringizni qildim. Birdaniga kutilmagan joydan $1,500 keldi. Men qo'rqib ketdim shu payti. Shunaqa oson kelaveradimi endi pul? Har doim shunaqa kelaversa nima bo'ladi? Shunaqa panikada-da endi. His qilyapsizmi shu ishtirokchini holatini hozir? Har biringiz his qilib ko'ring-da. Endi shunaqa oson pul kelaveradimi menga? Shunaqa birdan hayron qolib, ham bir paytda o'zida qarshilik bilan, ham bir paytda o'zida qo'rqib ketgan. Tushunyapsizmi? Men o'sha payti tayyorgarligini hisobga olmaganman-da, qay darajada tayyorgarligini va kuchli praktika edi. Uni tayyorladim men. 4 ta coachda tayyorladim va 5-sida bu praktikani birga o'tirib bajardik va undan keyin uyda ham bajarishiga aytdim-da. Va $1,500 pul keldi bir kunda. Tasavvur qiling, agar inson $1,500 bir oyda topgan bo'lsa, deylik-da, uni hayotiga bir kunda kelsa, ong shu darajada shoshib qoladiki, bizda har doim masalanda deylik, vayron qiluvchi va bunyod qiluvchi energiyalar yonma-yon yuradi. Yoki boshqachasiga aytganda, biz yoqimli vaziyatlarni ham o'zimiz yaratamiz va yoqimsiz vaziyatlarni ham o'zimiz yaratamiz. Ya'ni biz og'riqli vaziyatlarni ham o'zimiz yaratamiz. Bunga kiradi kasallik, urush, janjal, baxtsiz hodisani o'zimiz yaratamiz. Va yoqimli
uy deysizmi, mashina deysizmi, sayohatlar deysizmi, turmush o'rtoq deysizmi-da, farzand deysizmi-da, bularni ham o'zimiz yaratamiz. Lekin ong tayyor bo'lmagan paytida sizga kelayotgan mehnatingiz natijasida, ongingiz bilan ishlaganlik natijasida keltirgan xoh u moddiyat bo'lsin, xoh u moddiyatga tegishli bo'lmagan baxtli, sizga yoqimli voqealar bo'lsin, ong unga tayyor emas bo'lsa, keltiradi bir marta. Qo'rqib ketganidan keyin birdaniga u potokni yopadi. Ong yopadi buni. Tushundingizmi shu joyini, o'rtoqlar? Muhim joyi bu sizga, juda muhim. Man shu klientimga nimaga qo'rqib ketdingiz bunga deb savol berganimda, bilasiz menga nima deb javob bergan? Bu inson ongidagi savolda bunaqa deganda, shu darajada osonmi pul keltirish degandida. Ha, oson, ishlashingizga bog'liq. Endi bunda hozir siz 5 marta ishladingiz, 6-chisida sizga praktika berdim, undan keyin keldi desam ham, u insonni ongi uni qabul qilmayapti. Keyin aytadiki, unda sizga pul bilan kelgan hamma xuddi shunaqa qilib boy bo'lib ketaveradimi? Unda boy bo'lish juda oson bo'lib qolar ekanda. Birinchi aytgan gapi bilasizmi bunga? Telefonlar olish ham, mashinalar olish ham hammasi oson bo'lib ketar ekanda deb. Men o'sha payt aytdim, qo'rqib ketmang bunga. Xohlagan paytingiz keltirmay qo'yishingiz mumkin da. Va u insonni ongida shunaqa narsa bor ediki, ishtirokchimizni katta pul kelsa, masalan, tez kelsa, oson kelsa, men hali unga loyiq o'rtoqlar, ovozim o'chmadimi? Menga telefon kelib qoldi. Ovoz bormi? Endi-chi? Rahmat. Qancha pul tez kelsa, shunga mos jazoyam keladi menga degan iqrorligi bor edi-da. Shu uchun ham anglab-anglamasdan pul potogini yopgandi. Men tajribamda bor narsani sizga aytib beryapman. Va buni aytishimdan sabab shuki, agar sizni ongingiz sizda bo'layotgan natijalarga tayyor bo'lmasa, ya'ni siz xohlagan natijalaringizga ongingiz tayyor bo'lmasa, u qo'rqib ketadi va kelayotgan potokni yopadi. Bu pulga nisbatan emas, faqat men pul misolida aytdim. Xoh u yaxshi holat, siz kutgan natijalar bo'lishi mumkin. Qo'rqib ketadi, men loyiq emasman bunaqa narsaga, hali kelmay tursin, men hali ko'proq qiynalishim kerak edi degan har xil qo'rquvlar bilan natijalarni yopadi. Xuddi shunday holat bo'lmasligi uchun o'rtoqlar, kichkina natijalaringizni kanal guruhga yozishni boshlang bugundan. Buni orqaga surmang, buni qoldirmang. Kelishdikmi? Bu juda muhim. Bu ongingizni sekin tayyorlab boradi. Ma'lum bir kerakli natijaga. Endi sizga savol, kim daftariga o'z xohishlarini yozishga ulgurdi? Ulgurganlar yurakcha qo'yib yuboring, bitta. Ulgurmaganlar 2ta yurakcha qo'ying.
Yozganlaringizni guruhga tashlashni unutmang. Endi keyingi savol. Eshiting. Moralniy holat degan holatni tushunasizmi? Moralniy, ya'ni psixikaga tegishli bo'lgan holat. Kim o'zini farzandi borlar va farzandi yo'qlar, kelajakda farzandingiz bo'ladi albatta. Kim farzandini xuddi o'zidek o'sishini xohlaydi? Kim? Ya'ni o'zi yashab o'tayotgan ongni farzandiga ravo ko'radi. Bemalol yozing. Men istamayman. Xohlamayman. Молодец. Молодец, lekin takrorlanyapti-ku. Qarang, ungacha istamayman deganlar aynan nimani istamasligingizni bitta ikkita so'z bilan yozing. Hozir shunga praktika qildiraman. Mana shu yerga yozishyapti. Qayerda yozyapsizlar deb yozgan ishtirokchimiz shu yerga yozyaptilar. Siz guruhga o'tib oling. Administratorimiz kanalga guruh linkini tashlab oling. Guruhga o'tib olsangiz, menimcha guruhga qo'shilmaganlar deb o'ylayman men. O'ylashim bo'yicha ular guruhda a'zo bo'lmaganlar. Mendan yaxshi ilm olishini xohlayman. Nega siz o'zingizni ilmsiz deb o'ylaysiz? Va ilmsizligingizni qaysi holatlarda ko'rgansiz? Sizdan yaxshi bo'lish emas, jonim. Aynan siz tushungan va siz kechirayotgan hayotda yashashini xohlaysizmi? Farzandingiz siz kechirayotgan hayotda kechirishni xohlaysizmi? Masalan, qarang. Yaxshilab eshiting. Misol bilan aytaman. Siz tushunmaganmiz demoqchiman. Qarang, savolni chuqurlashtirib beraman. Deylik, sizni ota-onangiz judayam qattiqqo'l bo'lishgan va sizni kerak bo'lsa urishgan, jazolashgan, burchakka turg'azib qo'yishgan va o'sha paytda siz judayam qiynalgansiz. Endi siz aytgansizki, o'sha paytda mani farzandim tug'ilsa, men hech qachon bunaqa narsa qilmayman. Farzandimni erkalatib olib yuraman yoki-da qarang. Shunaqa hodisa bo'lganki, sizdan pul ayashgan, magazinda xohlagan narsangizni berishmagan. Va siz ya'ni urishib olib berishmaganda, nafsing buzuq, boshqa deb olib berishmagan va siz aytgansizki, men bunaqa bo'lmayman. Men katta bo'lsam, farzandimga har doim yaxshi narsalarni ravo ko'raman, urmayman, hech qachon jazolamayman, burchakka turg'azmayman degansiz o'sha paytda. Lekin vaqt o'tib, xuddi hayot qiyinchiliklari bo'ldida, siz ham xuddi ota-onangiz qilgan narsani farzandingizga qilishni boshladingiz. Yoki siz farzandim shunaqa narsani ko'rmasin degan narsalaringizni farzandingiz yana takrorlashni boshladi. Bu bitta. Misolimni kengaytirib aytyapman. Mana shunday holat
bor yoki ikkinchisi sizni hayotingiz zo'r o'tgan bo'lishi mumkin, lekin bunga shubham va farzandingizda ham shu narsa takrorlanyapti deylikda. Ya'ni men savol berdim. Sizni hayotingiz qanaqa o'tgan bo'lsa, xuddi shunday bo'lishini farzandingizda istaysizmi? Ko'pchiligingiz yo'q deb yozdingiz. Istamayman, xohlamayman deb yozdingiz, to'g'rimi? Endi sizga men yana bir marta savol beryapman. Xohlamayman deb yozganlar aynan nimani xohlamaysiz? Masalan, endi yozishingiz mumkin. Farzandim xuddi mendek do'pposlanishini xohlamayman. Misol uchun-da, nimani aynan xohlamaysiz? Bitta ikkita holatni yozing. Bilasiz-a, biz bu savollar bekorga emas. Biz ongimizni evolyutsiyaga tayyorlayapmiz. 25-yilga tayyorlayapmiz. Nafaqat 25-yilga, kelajakka tayyorlayapmiz. Ya'ni yerni tezligiga moslashtiryapmiz. Era Vodolea, ya'ni Vodolea erasi o'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Umuman mana shu eraga tayyorlayapmizki, avval ishlagan qonun-qoidalar hozir ishlamaydi va hozir yengil energiyalar bilan yashash davri boshlandi va biz siz bilan ongimizni shu narsalarga tayyorlayapmiz. Avval urush janjallar bilan bir narsaga erishgan bo'lsangiz, tish tirnog'ingiz bilan yopishib erishgan bo'lsangiz, endi boshqacha usuli bor buni yengil oson erishishni. Va biz hamma qilayotgan xatti-harakatlarimiz, mana shu 7-8 darsdan iborat treninglarimiz aynan shunga mo'ljallashtirilgan. Tushunaldingizmi? Jazolanmagan, qattiq urishmagan, lekin strogiy edi, ancha san falonchining qizisan deb uqtirgan, mumkinmas degan ta'sir o'tkazilgan. Men og'ir xarakter edim. Ichimda edi ba'zi narsalar. Demak, siz ko'p narsani yutgansiz va hozir farzandingizni sizdagi ko'p narsani yutishni xohlamaysiz. To'g'rimi? Endi men qilgan xatolarni qilmasin. Men ozodliksiz bo'lishini istagan darsiga yo'q deb ota-onasiga istagan hunar o'rganishini istamayman. Ota-onasi istagan hunar o'rganishini, ya'ni erkinlik va xohishi o'zida buni istaysiz, to'g'rimi? Bolacha qaraganman, ko'p o'zim xohlamagan o'qishga kirgizib qo'yishgan. Молодец, tushundim, shunday, yashang. Endi qarang. Bir muddat ko'zingizni yuming. Chuqur nafas oling. Chiqaring. Qilolmasangiz ham qiling buni. Ichingizda voy qilolmayman, ko'rolmayman deydi, lekin harakat qilib ko'ring. Chuqur nafas oling, chiqaring, ko'zlaringizni yuming. Bu ko'pga emas, oz muddatga. Burningizdan nafas oling. Chuqur nafas, ataylab musiqasiz qilyapman. Keyingi safar musiqa bilan qilamiz. Hozir butun diqqat markazi o'zingizda bo'lishi uchun. Chuqur nafas oling va chiqaring og'zingizdan. Qarshingizga ota-onangizni chaqiring yoki qarshingizda ota-onangizni ko'ring. Og'riqli bo'lib ketishi mumkin, kimdir yig'lashi mumkin. Yo ota-onangizni kim qaysi qiyinchilikni bergan bo'lsa, shu insonni chaqiring. Hozir biz bu insonlar bilan umuman gaplashmaymiz. Ya'ni praktikada biz faqat ularning energiyasi bilan ishlaymiz. Shuning uchun agar yig'i kelsa,
nafrat kelsa, qaltirash kelsa, ahamiyat bermagan holda qaltirashlar bo'laversin, yig'ilar bo'laversin, ishlavering. Chuqur nafas olib chiqarishda davom eting va deylik, hamma o'zini holatiga mos ravishda o'sha qiynoq bergan, ruxsat bermagan ota-onangizga diqqat bilan qarang va ularni orqasidayam yo'l ko'ring. Bu yo'l oddiy yo'l emas, bu nurli yo'l, bu kir yo'l emas, bu xato yo'l emas, bu nurli yo'l. Nurli yo'lni yanayam chuqurrog'ida, orqarog'ida bu ota-onangizni o'tmishi bor. Ota-onangizdan o'tib, ularni o'tmishini ko'rishni boshlang. Shu tajribalarni sizga berish uchun ularda qanday tajribalar bo'lgan ekan? Ko'ra olmasangiz ham ko'ring. Sizni do'pposlab urgan otangizda, men misol uchun aytyapman, har bittangiz o'zingizni vaziyatingiz ko'rasiz. Sizni do'pposlab urgan yoki sizga ko'p narsalarni taqiqlagan ota-onangizni bolaligi qanaqa o'tgan ekan? Uni ko'rishga harakat qiling. Ko'ra olmasangiz ham, yana bir marta takrorlayapman. Ko'ra olmasangiz ham, bu bir necha marta qilishda his qilib paydo bo'ladigan tajriba. Harakat qilavering. Qanaqa o'tgan ekan ularni o'tmishi, uni bolaligi, qorni och bo'lganmi, to'q bo'lganmi? Balki sizga qattiqqo'llik qilgan bo'lsa, ularni yoshligida 3-4 kun och qolgandir-da. Judayam sizni xayolingizga kelmagan holatlar bilan jazolanishgandir. Va o'sha o'tmishdan chiqib, o'sha ongda sizga ota-onangiz berolganini bergan, xolos. Ya'ni siz, bu shunga o'xshaydiki, agar siz do'kondan bitta non olib kelsangiz, judayam qorningiz och bo'lsa, yarmini o'zingiz yeysiz, yarmini farzandingizga berasiz. Yarmini o'zingiz yeysiz, yarmini, ya'ni farzandingizga bera olasiz. Ya'ni siz boshqa narsa olib kela olmaysiz do'kondan. Hozir sharoitingiz shunga yetgan. Xuddi shu tarzda ota-onangizni o'tmishiga nazar soldingiz. Sizga qaysidir darajadagi tajribani bergan ota-onani o'tmishi, o'zini tajribasi qanaqa holatda bo'lgan ekan? His qiling uni, shunchaki ko'ring. Va chuqur nafas olib, ko'zlaringizni sekin ochishingiz mumkin. Bu hech qanaqa qiyin praktika emas. Bu hammada bo'lishi mumkin va oson bo'lgan praktika. Bunga faqat siz ruxsat bersangiz bo'ldi. Chuqur nafas olamiz, chiqaramiz va suv ichib oling. Ko'rgan bo'lsangiz ham, ko'ra olmagan bo'lsangiz ham, his qila olgan bo'lsangiz ham, qila olmagan bo'lsangiz ham. Siz tushuning, sizni o'rningizga buni ilohiy ruhingiz bajardi. Farishtalaringiz bajardi. Endi yozing chatga, kimni tomog'ida bir narsa tiqilgandek bo'lib qoldi. Kim bajara oldi, kim bajara olmadi. Yozing.
Yozishga o'zingizga ruxsat bering, o'rtoqlar. Tuyg'ular bilan bo'lishishga ruxsat bering va kimda yengil bosh og'rig'i ko'tarildi. Dadamni ota-onasi erta olamdan o'tishgan. Dadam mehrga zor bo'lib o'sgan. Shu ko'z oldimdan o'tdi. Aha. Yana man avtobusda edim. Ko'z yumdim. Уже onam ko'rib ichimda gaplar quyilib keldi. Tilimga yig'lagim keldi. Avtobusda ko'zim ochdim. Eshitdim faqat siz bilan ko'zlarimda yosh. Aha. Da. Munisa, siz yana bir kelishingiz kerak. Shuni aytib qo'yay sizga. Bu dars tugagandan keyin his qilib belgilaysiz. Xo'pmi? Endi qarang. Man yig'ladim. Sразу yuragim sanchdi. Dadam onasi vaqtli o'tgan, o'gay onasi bo'lgan. Qiynalganlar, shuning uchun bizani avaylagan. Avaylanib devor edi. Uyimiz darvoza ikki taraf chiqmasdik ko'chaga. Yeb ichishdan qiynalmasin deb rosa qaraganlar. Biz surpriz qilardilar. Onam sal be'tibor ichki ayol edi. Men tasavvur qiloldim, ishlardim. Rahmat. Qarang. Har doim esingizda tursin. Men bu onga qachon keldim bilasizmi? Buni orqasida hozir sizga boshqa narsa aytmoqchiman-da men. Sizga yoqmagan programmalarni yoki bunaqa deb aytaylik. Siz bilan sodir bo'lgan yoqimsiz programmalarni yoki aytaylik barbod qilish programmalarini siz bilan masalan kim qilgan bo'lsa, o'sha programmalar bu aslida genda paydo bo'lgan holat bo'lganda, ya'ni bu otangizga ularni otasidan, ularni otasiga otalaridan o'tib kelgan nima bo'lgan programma bo'lgan, to'g'rimi? Endi bu programmalar уже kerak emas. Va oyoqlarim yaxladi. Oyoqlaringiz yaxlagani bu degani, eshitib oling, past energiyalar, sizni qiynab turgan energiyalar chiqishni boshladi. O'sha paytda oyoqlar muzlashni, yaxlashni boshlaydi va sizga o'sha og'ir programmalar chiqib ketayotganda oyoqlaringiz yaxlaydi. Nur kirib kelayotganda isib ketish, ichlaringizgacha isib ketish, mana shu holat kuzatiladi.
va bu tozalanish ketdi sizda degan. Endi qarang. Mana shu yoqimsiz programmalarni har bitta oilada kimdir to'xtatadi. Bu kimnidir zimmasiga yuklatiladi va o'sha kimnidir zimmasi hozir siz ongingizni o'stiradigan, qalbingizga qaytadigan ezoterik bilimlardasizda. Mana shu programmalar, yoqimsiz programmalar bu sizdan boshlab to'xtatilishi kerak. Shu narsani zimmangizga olishga tayyormisiz? Ola olasizmi? Ya'ni sizga keraksiz bo'lgan programmalarni to'xtatishga va farzandingizga o'tkazmaslikni zimmangizga ola olasizmi? Ola olaman. Ha, lekin takrorlanyapti-ku deb yozgan ishtirokchimiz. Jonim, siz ham yozib yuboring-da, ola olasizmi? O'z zimmangizga. Bu chuqur ish, bu katta ish, bu oddiy ish emas va buni ustida ishlash kerak. Bu bir deganda sodir bo'ladi qachon? Ongingizni qayta ishlab vibratsiyalaringizni oshirganingizda. Siz aytgan vaziyatlar bir deganda sodir bo'lishi uchun ancha-muncha farzandlarimga farzandlarini urdirmayman. Endi yozing. Daftaringizga yozing har biringiz. Man sevgi maydonlarida, nur maydonlarida ilohiy anglashlar maydonida, ilohiy anglashlarimda o'tmishimdagi har biringiz o'zingiznikini yozing. Masalan, yozishingiz mumkin. Otamni qattiqqo'lligida, onamni bee'tiborligida, misol uchun. Otamni mani urganligida yoki onam mani otamga aytib berib urdirganligida, qaysi og'rig'ingiz bo'lsa, bu hamma og'riqqa to'g'ri keladi. Hammasiga. Nur ko'rishga tayyorman. Sevgini ko'rishga tayyorman o'sha jarayonda. Eshiting, har bitta jarayoningizga alohida yozib chiqasiz. Sevgini ko'rishga tayyorman. Misol uchun, sizni deylik onangiz tashlab ketgandirda. Siz balki xolangizni qo'lida katta bo'lgandirsiz. Misol uchun deyapman. Unda ham alohida shunaqa yozasiz. Sevgi maydonlarida, nur maydonlarida, ilohiy anglashlarda, ilohiy anglashlarimda onam ismlarini yozasiz. Falonchi mani sevmasdan, shunaqa o'ylagansiz, qanday o'ylagan bo'lsangiz, xuddi shunday yozasiz. Mani sevmasdan, mani boqolmayman deb, menga juda ham og'riq berib, xolamni qo'llariga yetim qilibda, shunaqa so'zlar bor-ku. Yetim qilib tashlab ketganlaridagi voqelikda sevgini ko'rishga tayyorman.
Nurni ko'rishga tayyorman. Yoki erim do'pposlab urganida ma'nida. Sevgini ko'rishga tayyorman. Nurni ko'rishga tayyorman. Hozircha umuman man bu voqelikda sevgini, nurni ko'rishni istamayotgan bo'lsam ham, birdaniga sevgini, nurni ko'rgisi kelmaydi. Bu tabiiy holat. Bu voqelikda sevgini, nurni ko'rishni istamayotgan bo'lsam ham, man samoviy oilamga ishonch bilan, ishonch so'zini katta-katta yozing. Man samoviy oilamga ishonch bilan shuni e'lon qilaman. Mani bu vaziyatimga kim javobgar bo'lsa, farishtalarim, avliyolarim, mani o'rnimga buni bajaring. Man bunga o'z ruxsatimni beraman. Mana shu og'riqli vaziyatda menga nurni ko'rsatib bering. Man shuncha yil bu vaziyatda faqat og'riq ko'rib qiynalganman. Mani egoyim qiynalgan. Endi men bu og'riq bilan yashamoqchi emasman. Menga ko'rsatib bering. Nurni ko'rsatib bering. Sevgini ko'rsatib bering. Men bilaman, bularni hammasi men o'zim tanlagan kontraktlar asosida sodir bo'lgan. Ruhim tajribasiga ko'ra sodir bo'lgan. Ruhim tanloviga ko'ra sodir bo'lgan. Va men buni unutganman. Men buni bilaman. Shuning uchun men sizga bu voqelikda nurni ko'rsatib berishingizga o'z ruxsatimni beraman. Men bu haqda unutganimda ham siz men bilan ishlang. Tushimda, ongimda men bilan, mani ongim bilan ishlashingizga ruxsatimni beraman. Asl nur, asl sevgini ko'rishga ruxsatimni beraman. Menga buni ko'rsatib bering. Men tayyorman ko'rishga. Men bu onga yetib keldim. Mani tanam, ongim, aqlim
butunlay bir hamohanglikda, bu voqelikda nurni, sevgini ko'rishga tayyor ekanligimizni e'lon qilaman. Mani ilohiy ruhim. Men sen bilan butunlay bir uyg'unlikdaman. Men bu sen. Sen bu men. Men har qadamimda sevgini ko'rishga, sevgini tanlov qilishga tayyorman. Men har bir qadamimda o'zimdagi ilohiy ishonchni, o'zimdagi ilohiy erkinlikni, o'zimdagi ilohiy mardlikni uyg'otishga tayyorman. Va buning uchun men o'tmishdagi har bitta og'riqlarimda sevgini ko'rishga tayyorman. O'tmishdagi har bitta og'riqlarimni sevgi tajribasi deb nomlashga tayyorman. Men bu onga keldim. Mani samoviy qirolligim, oilam buni bajaring. O'z ruxsatimni beraman. Bu matn tugadi. Endi ikkinchisi yozing. Men yodimga oldim. Men oltin energiyaman. Men ilohiy ruhman. Men har onda nurni o'z vibratsiyalarim bilan tarqatib turaman. Men har onda nurni o'z vibratsiyalarim bilan tarqatib turaman. Men sevgiman. Men bu baxt.
Men butunlay tayyorman. Yaratuvchi tomon borishga. Va bu uchun yuragimni cheksiz kengaytirishga, chegarasiz ochishga tayyorman. Men doimo yaratuvchini yerda aks ettiraman. Markaziy quyosh yozing. Al-Netak. Biz sivilizatsiyalar haqida gapiryapmiz. Al-Netak, Al-Nilan, Aldebaran, Mentaki, Takarionus. Sizlarni o'z yuragimda qabul qilaman. Men sizlarni butunlay tan olaman. Va men har bir jarayonlarimni asl nur, asl sevgi yo'lida ishga tushirishga ruxsat beraman. O'tmishim va kelajagim hozir va shu yerda jamlanib berilsin. Sevgi, sevgi, sevgi. Tashakkurlik, tashakkurlik, tashakkurlik. Men zaminda jannat quyoshini mujassam etgan kimsaman. Har bir onda, har bir makonda yerda, bu yerda deb yozing keyin. Yerda, bu yerda, hozir va shu yerda men quyoshni, asl quyoshni aks ettirib turaman. Men sevgini qabul qilaman. Va men sevgini har onda ishga tushiraman. Suv ichib oling.
Hozir mana suvim tugadi, o'zimga quyib olaman. Matn tugadi. Suvingiz bo'lsa ichib oling yoki quyib kelib oling yoningizga. Kim nimani his qildi? Holatingizni yozing. Balki nafaslaringizda qizish bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu burun sohangizda va ko'krak qismingizda, o'pkalaringizda issiqlik his qilgan bo'lishingiz mumkin. Jarayonlaringizni yozib boring. Yuragim tezroq uryapti. Yengillashdi. Men yozishga imkonim yo'q. Praktika qilmadim, faqat eshitdim, lekin hozir uyga kirdim, yig'lamayman faqat. Молодец, yig'lang va suv iching. Butunlay o'zingizga yig'lashga ruxsat bering. Boshimda g'ovlash, tanam bij-bij bo'lgandek bo'ldi. Shunchalik berilib yozibman, hech nimaga fikrim buzilmasdan. Juda zo'r, молодец. Ko'zlarim yorug'roq ko'rgandek, ana shu, yashang. Молодец, mana. Asalim. Yozvordilar. Administratorimiz cheksiz tashakkurlaringizni bildirib qo'ying. Matn ko'rinishida yozib berdilar. Buni sizga yana ham qulay bo'lishi uchun endi sovqatdim. Yaxshi insonligimni, jannatiyligimni his qilyapman. Albatta, qarangda. Mana shu juda muhimda. Mayli, hozir jannatiy desangiz ham aytib turingda. Mana qarang, biz o'zimizga o'zimiz hukm chiqarib qo'yganmizda, men do'zaxga ketaman degan narsaga hukm chiqarib qo'yamizda. Ya'ni nima uchun? Men noloyiqman deymizda va do'zaxni mana shu yerda yaratishni boshlaymizda. Tushundingizmi? Chunki o'zimizga o'zimiz hukm chiqarganmiz-ku. Men sizga aytyapman-ku, o'zimiz yaratuvchimiz deyapman-ku. Va shu o'y hayolingiz bilan yerda do'zaxni yaratishni boshlaysizda, o'zingiz uchun xuddi o'rgamchik to'r qo'yib, unga o'zi ilinib o'ladi-ku, ha? Xuddi ko'rgansiz-ku shunaqa narsalarni. Xuddi shunga o'xshab o'zingizga o'zingiz anavi hukmga chiqarasizda, men uni qilganman, buni qilganman va men do'zaxiyman deb qo'yamizda. Va hozir his qilganingiz juda ham zo'r. Ya'ni sizda o'sha sevgi energiyalari
asl nima energiya kerak bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha energiyalar uyg'onishni boshladida va juda to'g'ri his qildingiz. Mana o'sha jannat energiyalarini his qilishni boshladingiz. Bu zo'r. Endi sovqatdim. Aha. Endi o'rtoqlar qarang, endi yanayam ko'proq ishlaymiz. Kelishdik-a? Ko'proq yig'laymiz, ko'proq yozamiz, ko'proq ishlaymiz. Bu nima uchun kerak? Yaxshilab eshitib oling. Bu sizga toki o'tmishingizdan norozilikni xuddi chirigan kartoshkalarni yelkangizga olib yurgandek o'tmishdan norozi bo'lib, otangizdan, onangizdan, Xudodan norozi bo'lib yurishingizda va unda sevgini ko'rolmasligingiz bilan u kartoshkalar sizda chirib ketaveradi orqangizda. Tushundingizmi? Yelkangizda. Va u borgan sari sizda og'irlik qilib ketaveradi. Borgan sari u sizga o'zingizni namoyon qilishga ruxsat bermaydi. Biz hayron bo'lamiz, nimaga orzularim ushalmayapti deb. To'g'rimi? Biz juda ham hayron bo'lamiz, nimaga ushalmayapti? Nimaga men gunoh qilganmanmi? Nimaga men hammadan erta tursam, hamma ishlarni vaqtida qilsam, nimaga deb turaveramiz. Sababi biz, yozib oling, biz robotdek ishlayotgan bo'lamiz. Biz hech narsada sevgi ko'rmasdan ishlayotgan bo'lamiz. Hatto o'zimizni yuragimizda ham biz sevgi ko'rmaymiz. Biz kirni ko'ramiz, biz gunohni ko'ramiz, biz qulni ko'ramiz, biz jabrlanuvchini ko'ramiz. Va aylanib sarson sargardon bo'lib yuraveramiz. Endi o'rtoqlar, sevgini ko'rish payti keldi yoki sevgini yaratish payti keldi. Yozing hozir hammangiz shu chatda o'tirganlar, men bugundan boshlab o'z maydonimda sevgini yaratishni boshlayman. Men hozir va shu yerda sevgini yaratayapman. Yozing, har bittangiz yozishingizni kutib turaman. Men hozir va shu yerda sevgini yaratishni boshlayman. Chunki men o'zim sevgiman. Unutib qo'yasizda sevgiligingizni, tushunyapsizmi? His qila olyapsizmi? Qay darajada? Mana kimda hozir men sizda energetikangizdan ko'rdim. Kimda hozir ana xuddi keraksiz anaqalar qo'parilib tushadi-ku yuzingizdan. Ana maskalarni olib tashlaysiz-ku. O'shanday sizga og'irlik qilayotgan narsalarni tushib ketayotganligini his qildi. Men hozir va shu yerda sevgini yaratishni boshlayman, chunki men o'zim sevgiman. Молодец. Yozing. Hamma ishtirokchilar yozing buni, o'rtoqlar. Men hozir va shu yerda sevgini yaratishni boshlayman, chunki men o'zim sevgiman. Davom etib qo'ying va men buni tan olaman. Men sevgini tanlayman va men o'zim sevgiman. Tushunyapsizmi? Esingizdan chiqarmang. Siz o'zingiz sevgi vibratsiyalarini olib yurasiz. O'zingiz bilan. Baxt energiyasini, nurni olib yurasizda. Har biringiz o'zingiz bilan nur olib yuruvchisiz. Hozir endi sevgidan boshladik. Sevgi, nur bu hammasi bitta vibratsiya, ya'ni bitta to'lqin. Biz har bittamiz o'zimiz bilan nur olib yuramiz. Va siz tozalangan saringiz sizdan nur tarqalib boraveradi.
ko'zlaringiz kengayishni boshlaydi. Sizni atrofingiz o'zgarishni boshlaydi. Maydonlaringiz o'zgarib ketadi. Siz bilan muloqotdagi odamlar o'zgarib ketadi. Qo'pol gapiradigan odamlar o'z-o'zidan yumshoq gapirib ketadi. Hayotda yordam bermaydigan odamlar sizga yordam bergisi kelib qoladi. Hayron qolasiz. Nima uchun? Chunki siz hozir men sizga uyg'unlashish va kichkinagina initiatsiya aytdim. Shular mobaynida initsирование degandek xuddi siz tozalanishni boshlaysiz. Menda bu his bo'lgan, sizga mix terapiyasiga borganimda, da jonim. Mixga chiqqanimda yuklar tushgan yelkamdan. Aha. Hammasi o'zgarib bo'lgan, erim qolgan. Demak, jonim, qarang. Sizni bunaqa darslardan xabaringiz bor, Elza. Eringizni o'zingizda uyg'otishni boshlaysiz. Ya'ni eringiz kim? Sizdagi uyg'onmagan qismingiz. To'g'rimi? Tinmasdan, to'xtamasdan, ishonch bilan, sevgi bilan yuragingizni keng ochgan holda erim falonchini ilohiy ruhini ochaman deysiz. Erim falonchini o'zimda uyg'otaman. Uyg'otilsin-da. Uyg'otilishi ishga tushirilsin. Ya'ni eringizni o'zingizda ochib ketaverasiz. Bu degani eringiz mavjud emas, sizda uyg'onmagan qaysidir hujayrayingiz mavjud va uni uyg'otaverasiz. Uyg'onib, uni ruhini tajribasida uyg'onish bo'lsa, u albatta uyg'onib sizni yoningizda qoladi. His qila oldingizmi, jonim? Молодец. Mana shuncha o'zgarish, shuncha natija. Endi hozir yozdirgan o'tmishga nisbatan sevgini ko'rishni iloji boricha bir kunda 5 marta yoki 3 marta aytasiz, ovoz chiqarib. Va undan keyingi matnni, ya'ni hamohanglashish matni deb nomlasangiz bo'ladi uni. Matnni ham xuddi shunday 3 yoki 5 marta aytasiz. 5 marta aytsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Va sizni yozishga shunaqa erinimi yozish kerak emas, jonim, mana. Anaqa qildik. Og'zaki ayting, yozmang. Erinsangiz yozmang. Hech narsani o'zingizda majburlamang. Hozir shunaqa davr, majburlamaysiz, siz anglab shu onga kelasiz. Majburlash ongi, jonim, eshiting hammangiz. Majburlab uyqudan turish, majburlab biror narsani qilish, majburlash bu sevgisizlik, to'g'rimi? Bu davr tugadi, o'rtoqlar, tugadi bu. Endi bunaqa bo'lmaydi. Majburlamaysiz o'zingizni, sevgida qilasiz. Qilolmayapsizmi? Sevgida qilishga qancha kuchingiz yetsa, shuni bajarasiz. Masalan, men bugun konsultatsiyada xuddi shunaqa klientimni umuman holi yo'q, umuman ayta olmaydi ham, yoza olmaydi ham. Lekin xohlaydi o'zgarishni. Ammo unga nima berdim, bilasizmi? Qanaqa vazifa berdim? Shunchaki patologga qarab, umuman gapirging, qaytarging, yozging ham kelmagan holda shunchaki patologga qarab shular haqida o'ylagin dedim. Masalan, o'yla olasiz-ku. Men erimni ilohiy ruhini ochaman deb o'yla olasiz xayolingizda. Shuni ayting. Tushunyapsizmi? Va bu o'zi majburlash esingizda tursin. Majburlash sizdagi bor qatlam bilan, bor mavjudotlar bilan kurashish. Yana boshqacha aytadigan bo'lsak, o'zingizni majburlash, yozgingiz kelsa yozavering. Albatta jonim, yozgingiz kelsa yozasiz. O'zingizni majburlash bunaqaga o'xshaydi, qarang. Qo'pol bitta misol aytaman. Qo'poldan qo'polda esingizda qolsin. O'zi men chuqurroq dars o'tganimda qo'pol misollar keladi. Hojatxonaga kirdingiz va ishingizni bajardingiz. Hojatxonani hidi buzildi. Ma'no bormi unda toza hid izlashni? Dan ma'no bormi, o'rtoqlar?
Ayting shuni menga. Yo'q, albatta. Ma'no bormi u yoqdan toza havoni qidirishdan? Yo'q, malades. Ma'no bormi u yoqda "man kaka qildim" deb o'zingizni ayblashdan? Chunki chiqish kerak bo'lgan narsa sizni tanangizga, sizni qoningizga, sizni energiyangizga xizmat qilmaydigan chiqindilar chiqib ketdi. Uni chiqardingiz siz, organizmingizdan chiqardingiz. Chunki u kerakmas edi. Kerak olib qolsangiz organizmni, u sizni zaharlardi, to'g'rimi? Demak, uni hididan va u joyda hojatxonada toza hid izlagandan ma'no yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Biz uni holbuki biz hojatxonada joylashgan ekanmiz, u hid chiqishi tabiiy. Biz uni nima qilamiz? Kurashmaymiz, yomon ko'rmaymiz, birdan o'sha yerda qayd qilmaymiz, nima qilamiz? Yo освежитель foydalanamiz, yoki ventilyatsiyani yoqamiz, yoki ishimizni bajarib bo'lgan bo'lsak, hojatxonani tark etamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin sizni yozgingiz kelmaganligi, majburlab o'zingizni yozishingiz hojatxonada toza hid qidirish bilan teng. His qila oldingiz-a? Kurashmaymiz biza. Kurashish va majburlash tugadi. Biz sevgida tushunib turamiz, hozir biz hojatxonada joylashganmiz, shuning uchun bizga yoqimsiz hidlar kelishni boshladi. Va biz ishimizni qilib bo'lgan bo'lsak, tezroq chiqib ketamiz. Bu как раз все-таки boshqa o'lchamga o'tish. Mana qo'pol qilib aytganda juda bir banalniy, tushunyapsizmi? Juda bir banalniy, lekin juda zo'r misol. Hozircha shu joyda joylashib turishimiz kerak bo'lsa, biz освежителdan yoki ventilyatsiyadan foydalanamiz. To'g'rimi? Va vaqti kelganda biz undan chiqib ketamiz. Xuddi shunga o'xshab o'rtoqlar, biror bir holatda sevgini ko'rmaslik, o'sha holat bilan kurashish, shu joyda turgan bo'lsangiz, o'lchami tugadi. Siz nimani qila olsangiz, shundan boshlab qilib turasiz. Ya'ni siz prosta xayolan o'yla olasizmi? Men ilohiy ruhini ochaman debda. Malades, yozdim to'xtamasdan, yashang. Vot, nimani qila olsangiz shuni qilib turasiz, lekin qilasiz. Chunki siz hojatxonani tark etishingiz kerak. To'g'ri, sizga hojatxona ham kerak. Biz uni rad qila olmaymiz, lekin biz uni tark etishimiz kerak. Chunki bizni boshqa ishlar kutib turibdi. To'g'rimi? His qila oldingizmi shu narsani? Misol, yaxshi ko'nglingizga o'tirdimi? Ya'ni har bitta hayotingizni sizni qiynayotgan jabhasiga shuni talqin eta olasizmi? Menimcha eta olasiz. Ha. Shuning uchun bundan keyin bu